O'quvchilar, darsimizda biz siz bilan energizer tashkil qilamiz. Ushbu energizerimiz teskari harakat deb nomlanadi. Ya'ni men sizga yur degan paytimda siz nima qilasiz? To'xtaysiz. To'xta degan paytimda yurishingiz kerak bo'ladi. O'quvchilar har xil holatda turibdi, bir-biringizga ahamiyat bermagan holatda bajarishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? To'xta. Yur. To'xta. Yur. To'xta. Yur. To'xta. Yur. Muborak to'xtab qolmadimi hozir? Yur. Yur dedi to'xta. To'rtta o'quvchi Quvonchbek, Madina, Muborak to'rtta o'quvchi o'tirib oladi. Keyingisi. Davom etamiz. To'xta. Yur. To'xta. Yur. To'xta. Yur. To'xta. Yur. 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 To'xta. Yur. Yur. To'xta. To'xta. Yur. Quvonchbek, o'tirib olamizmi? Kimlar qoldi? Xo'p, 3 kishi qoldi. Boshlaymiz. Yur. Yur. To'xta. Yur. To'xta. To'xta. Kimlar to'xtab qoldi? Yo'q, Alibek yurdi. Xo'p, davom etamiz yana. Xo'p, davom etamiz. Imkon beraylik. Yur. Yur. To'xta. To'xta. Alibek o'tirib olamiz. Ikki nafar o'quvchimiz qoldi. Yur. Yur. Axir yur.